Assalomu alaykum. Hoji akalar, tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kommentariyada haqli gapchilik bo'lyapti. Hammalar holatimni ko'rib, tashqi ko'rinishimni ko'rib kulyapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Alloh tomonidan yaralganman. Lekin men Xudoga shukr, alhamdulillah. Nolimayman shunaqa yaralganimdan. Ikkitalar kiyimlarimni gapiryapsizlar, ust-boshimni gapiryapsizlar. Har xil ust-boshga chiqaverasizmi? Sizlarga o'xshab men ham kunlik kiyim almashtirgim keladi. Oilaviy sharoitim shunga taqozo qiladi. Men yomon ish qilmayapman, oktagondan jang so'rayapman. Oktagon shunaqa jinnilikni, shartlarni talab qiladi. Iloji yo'q. Men sizlarni xafamasman. Sizlardan men bitta narsani iltimos qilaman. Shungacha qo'llab-quvvatlab kelinglar. Ozgina qo'llab-quvvatlanglar. Avvalo sizlar ranjitgan bo'lsa, hammanglardan uzr so'rayman. Xudo xolasa yaxshi videolar qilamiz. Sizlar bilan Joni Abbasov.